9-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch-Xiva avtomobil yo'lida yo'li qoplamasi cho'kib ketgani aks etgan videolar tarqaldi. Muxbirimiz muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu voqeani o'rganishga harakat qildi. Xo'sh, yo'lning cho'kishiga nima sabab bo'ldi? Bugun vaziyat qanday? Bular bilan navbatdagi lavhada tanishamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Urganch-Xiva avtomobil yo'lining Urganch tumanidan o'tgan qatnov qismida cho'kish holati kuzatilgani aytilgan. Shundan so'ng Urganch yo'llaridan muntazam foydalanish davlat muassasasi xodimlari voqea joyiga yetib borishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ular yo'lning cho'kishiga nima sabab bo'lganini o'rganishgan va holatni bartaraf etish, ta'mirlash ishlarini olib borishgan. Yo'limiz davlat ahamiyatidagi 215 yo'l bo'lib, ayni shu qoplama cho'kkan joyi 108 kilometri. Ushbu yo'limiz 1974-yilda qurilgan bo'lib, oxirgi marta 2018-yilda to'la ta'mirlangan. Bu yo'ldan texnik shart asosida yo'lning ostidan suv quvurlarini olib o'tish maqsadida yo'lni prokuror teshish ishlarini olib borilayotgan jarayonda qoplamaga yaqinroq qismidan teshish jarayonida shu yo'lning bir qismi o'pirilgan. Mutaxassislarimiz darhol xabar topib, tezroq bartaraf qilish ishlarini amalga oshirdi. Bu cho'kish jarayonida hech qanday talafot ko'rilmadi, jarohat olganlar bo'lmadi. Aniqlanishicha, yo'lning ushbu qismida yuzaga kelgan nosozlik qisqa muddat ichida Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda bartaraf etilgan. Bu ishlarga maxsus texnikalar va mutaxassislar jalb etilgan. Bugungi kunda mazkur yo'nalishda transport vositalari harakati to'liq tiklangan bo'lib, qatnov odatdagi tartibda davom etmoqda.